Voy, o'g'lim, mana shu mashinani yetib Yuring, ichini ko'rib narxini so'raymiz, hadi. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk. Mana bular qara. Ota-bola Jigulini sotib, Inamarka qatoriga adashib kirib qolishdi-da. Matiz qatorini ko'l so'ramizmi? O'rtalari ham hozir bilan men o'zim boplayman. Kelinglar. Ko'ringlar mashinani. Mashina bizga yoqdi. Narxi nech pul ekan buni? Pulinglar naqd bo'lsa, sizga 25 ming. Boplayapti-yu. Qo'ymaydi o'zi bu. Bu mashinangizni yangisini narxi salonda 42 ming-ku, uni ustiga besprobeg deb yozib qo'yibsizlar. Yili ham yangi ekan. Nimaga bizga bu mashinaning narxini 25 ming deyapsiz, ekan? Erki, labzi bilan erki. 25 ming shtirsani hozir nomingizga aforib qilib beraman. Ishqilib hozir notariusga borsiz, labzingizdan qaytib qolmaysizmi, ukam? Mashina pulishli bitta gapiradi. Ketdimi notariusga? O'g'lim, zaklatni ber. Ukam, siz bilan